Assalomu alaykum hammaga. Hozir obodok yasaamiz. Bizga kerak bo'ladi obodok, kley, sim, mana bunaqa ko'rinishda barchalar kerak bo'ladi. 4 ta dona. Men 2 xil rang toshchadan foydalandim. Qizil metrajdan foydalandim. Metrajdan 1 metr kerak bo'ladi. Toshlarni barglarga qarab sanaysizlar. Hozir birinchi ishimiz mana bu bargni, mana bu 4 ta shoxini qirqish bilan boshlanadi. Buni bilasizlar. Xohlagan qaychilaringizda xohlasangiz mana bu ambur qaychada qirqsa ham bo'ladi. Hozir men shuni qirqib olaman birinchi. Mana qirqib oldim ikkitasini. Buni qo'yamiz. Endi har doimgidek kley surtishdan boshlaymiz. Bir tomoniga. O'zimga yarasha sim qirqib oldim. Mana bu endi qirqilmagandan boshlaymiz. Qirqilmagan bargchamizni olib, mana 1 2 3 4 5 ta 5 ta bargchasi bor joyini qayirib olamiz. Mana shunaqa qilib, qayrilgan joyi pastga qoladi. Bitta narsaga e'tibor qilinglar. Mana shu metalimizda mana bu silliq qavati tagiga bo'lishi kerak, chuqur joyi ustiga bo'lishi kerak. Shunda toshimiz zich bo'lib mustahkam chiqadi. Mana qayirgan joyimizni pastga tushirib, qolgan joyini obodok bilan simlab chiqamiz. Mana endi davomiga qirqib olganimizda qilamiz. Mana bu joychasini ustidan qilib yoki tagidan qilib olsak ham bo'ladi. Undan ko'ra mana bu bargini qirqib tashlaymiz. Bizga shunda qulay bo'ladi. Mana qirqib oldim bargini. Shuna qilib buni ham dalshi davom etib simlab olaman. Endi zich chiqish uchun men yana bir qator orqaga qaratib simlab chiqayapman. Mana zich qilib simlab oldim. Mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. 5 ta bargashni pastga qayrilgan holatda bo'ladi. Endi bunisini keyingisini boshlaymiz. Buni ham chuqurcha joyini ustiga qilamiz va buni ham qayirib olamiz. Mana shunday qilib 5 ta bargini. Endi bunisini pastga qaratib qilamiz. Bo'yni bu tarafga, endi bu tarafga bo'lish kerak. Yana kleylab olamiz. Kley surtib oldim. Yana ozgina sim qirqib olaman. O'zimga yetarlicha qilib. Ishni boshlaymiz. Mana ikki tomonini qotirib chiqdim. Mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Bu o'rtasiga, bittasi bu tarafga qaragan 5 ta shoxchasi bu tarafga. Buni qayirib oldik. Ko'ringlar, mana bu. Qaranglar, qanday bo'lishi kerak? Mana bargchani ustidan tushish kerak bu. Qayirganda shunaqa ko'rinishda bo'lishi kerak. Endi hozir biza men qizil rang ishlatganim uchun qizil, xohlasangiz qizil sariq bo'lyapti. Sariq rang metal ishlatsalaringiz bo'ladi bunaqa metrdan. Endi buni qarab, o'lchab olamiz. Keyin o'sha bizga yetarlicha qilib buni qirqib olamiz. Qancha kerak bo'lsa o'zimizga yarasha. Va keyin mana bu chuqurchasi ustiga bo'lib, har doimgidek kley surtib olamiz. Va shu o'raga birdan ikkinchisiga ham kley surtib olamiz. Bunisini qilgancha ikkinchisi qotib turadi. Metrajimizni endi bir tekis qilib, shu chuqurchasidan tekis qilib yopishtirib olamiz. Bir qator qilib. Akkuratni chiqsin. Iloji boricha qo'llaringiz kley bo'lsa ham, shunaqa toshini ustiga tegmasin, obodogimiz xarob bo'lib qoladi. Men shoshganim uchun ushlab turmadim. Iloji boricha kley surtgandan keyin 2 minut kutib turish kerak. Shunda kleyimiz yaxshi qotadi. Mana ikkinchi tomonni ham, birinchi tomonni ham metraj qilib oldim. Bu tarafiga lishniy bo'lgan ekan, qirqib olamiz lishniy joyini. Va endi toshini yopishtiraman. Toshni ham old tarafdan boshlaymiz. Mana bitta qatordan boshlaymiz. Kley surtib chiqamiz. Ikki tomonga ham surtib chiqamiz, bir tomoni qotib turishi uchun. Shunda toshlarimiz zich bo'lib yopishadi. Qizil rangdan boshlayman o'rtasiga. Navot rang. Bu qayrilgan parchamiz qanday qayrilgan bo'lsa, xuddi shuni
tosh qo'yiladi. Mana bir qatorga sariq qilib oldim. Endi bu qatorga bordogini qilib chiqaman. Krepar bir yaxshi qotmagan. Mana qaranglar, bir tomoni to'liq sariq, bir tomoni to'liq bordoviy bo'ldi. Endi ikkinchi tomoniga o'tamiz. Bunisini birinchisini qizil bilan boshlagandik, endi keyingisini sariq bilan boshlaymiz. Va bunisini bu tarafi sariq edi, endi buni tepasini sariq qilamiz. Xohlasalaringiz bir xil rang tosh qilib qilsalaringiz ham bo'ladi. Men ikki xil qilgim keldi. Neobichniy chiqsin deb ikki xil toshdan qilyapman, lekin buni bir xil toshdan qilsalaringiz ham bo'ladi. Yoki xohlagan ranglaringizdan to'g'rilab qilsalaringiz ham bo'ladi. Faqat bir-biriga tushadigan ranglar bo'lishi kerak. Mana hammasini toshini yopishtirib oldim. Telefonim zaryadi o'lib qolgani uchun hammasini ko'rsatmadim. Tagiga ham lentani shunaqa qilib yopishtirib chiqdim. Har doimgidek mana abadogimiz tayyor. Hozir rasmga tushirib o'zini ham tashlab beraman.